Alaykum Aka, assalom. xush kelibsiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Inshaalloh sizlarga ham. Aka, savol-javoblarimiz shundan iborat. Qanaqa turdagi mashinalarni ko'proq siz qaraysiz? Uka, chaqirganingiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Men faqat koreyskiy Honda'lardan fit qarayman. Endi ko'proq bizda koreyskiy benzin faqat dizel emas. Shu motor korobka qaraymiz. Hadovoyda ham ancha-muncha qilamiz, lekin главный biz ishimiz motor korobkadan iborat. Koreyskiy, yana boshqa yaponskiy, qaysi turdagilar? Yaponskiylardan faqat fit. Faqat и запчастьlarni o'zimiz sotamiz. Albatta qaraymiz, motor korobkasini polniy qaraymiz. Koreyskiylardan-chi? Koreyskiylardan endi hammasini sanab berish shart emas, lekin polniy koreyskiy degan hammasi kiradi. Endi hozirgi kunlarda Spark Nurais, Elif, K5, bu yo'q endi Matistiko deganday. Shu Nurais deganlaringiz va K5 shularda nimasi o'ladi ko'proq? Hozirgi kunda masalan sizga kelayotgan. Men ko'rayotgan faqat Nuraislardan korobkalari o'lib kelyapti. Bular faqat 500-600 ming kilometr yurganlar. Buni u karisda ham yog'ini almashtirmaydi, filtrini almashtirmaydi. Filtr одноразовый, korobkani ochib almashtirish kerak. Shu sababdan shular kelyapti hozir. Endi iloji boricha shular korobkasi bilan ashibga kelyapti. Motor masalan 10 ta korobka kelsa, bitta, ikkita motor keladi. Motor ham shu changdan o'ladi. Главный korobkani filtrini almashtirish kerak, yog'ini almashtirish kerak. Agar yog'man filtrini almashtirsangiz, korobkangiz o'ta uzoqqa yetadi. Korobka o'zi maslinli bo'ladi, kam o'ladigan narsa. Endi K3larga kelsak, Spark 2larga kelsak, bular variator bo'ladi. Bular 100 ming, 150 ming kilometrgacha yuradi. I plus variator shu remen bubligi tez o'ladi. Bularni yog'ini almashtirsangiz, almashtirmasangiz farqi yo'q, lekin bu albatta variator o'ladigan narsa. Hozirgi kunlarda K3 man Spark 2larda bo'layotgan narsalar. Spark 1dachi? Spark 1da maslinli korobka bo'ladi uka. Buni yog'man filtrini almashtirib qo'yursangiz, bu ancha kilometrga 5-600 ming, почти millionga ham yetadigan korobkalar bular. Bo'ladi. Sizga tanlov berilganda o'sha qaysi birini tanlardingiz? Albatta maslinli korobka tanlardim. Nimaga desangiz, uni prebegi uzoq yuradi, milliongacha yuradi. Variatorlar 200-300 mingda eng oshiga o'ladi. Sabab u remen. Boshqa turdagi mashinalar yana qanday maslahat bera olasiz? Endi boshqa turdagi o'zi yaposhka eng zo'ri. Lekin bizda aholi ko'proq koreyskiyga intilganmiz, lekin koreyskiy ham yaxshi mashina. Lekin главный yaposhka o'zi germanskiy yaposhka mashinalar eng zo'rlari deb bilaman men. Siz o'yingizcha. Va gaz bilan benzinning farqi nimada aka? Va bo'lsa gibridni, uchalasini. Masalan, hozir zamon gibrid talab qilyapti. Sabab neft qimmatli